Mana parkurgayam kelvoldik. Kameramizni ham yoqdik. Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana Gedro. Birinchi videomni ko'rib turganimdan xursandman do'stlar. Do'stlar, bugungi videomizda parkurdan o'tishga harakat qilamiz. Bu parkurda ko'pincha odam o'ta olmaydi, chunki bu parkur qiyinlarni qiyini. Ketdik. Qani ketdik. Birinchi bu click to start boshlash uchun bosyapti. Birinchi yotoqni bosib qo'yamiz, chunki o'lsak shu yerda paydo bo'lishimiz mumkin. Bu yerni ochish uchun esa bu tugmani bosishimiz kerak. Qani bosamiz. Kimlar yaratilgani va bu yerda yozuv chiqdi. Pastga sakra. Ko'rinmayapti. Mana ko'rindi. Qani 1 2 3 ket. Ho'pa. Nazr oson parkur. Qani birinchisi oson, ikkinchisi ham oson sakrash. Endi bu yoqqa sakraymiz. Bu yoqqa chiqamiz. Menimcha bu yoqqa chiqish uchun bu osiladigan narsadan chiqish kerak. Chiqamiz va to'g'riga sakraymiz. Sakradik. Endi burilib turib, yo'q, bu yerdan sakrab olmaydi. Bu yoqqa chiqamiz. Orqaga va sakraymiz. Ana chiqdik. Ikkinchi level birpasda bunisi oson o'tdik. Qani ketdi, ikkinchi levelni ko'ramiz. Opa. Qani. Voy. Birinchi urinish minus. Qani opa. Qani yana bir marta. Qani bir marta. Iltimos. Ay. Yana bir marta harakat qilib ko'ramiz. Qani opa. Qani. Ay, nima bo'lyapti? Qayerdan sakrash kerak? Menimcha buni yana bir marta sakrab ko'ramiz. Menimcha o'sha chekasidan sakrash kerak, chekasidan. Qani? Hop, mana sakrasa bo'lar ekan-u. Endi menimcha bu eng tepasiga chiqib turib, bu yoqqa yo'q. Qani shu yoqqa sakraymiz. Qani? O'zi aslida bu yerda bo'lish kerak edi. Bu yoqqa sakrasa bo'lmaydi. Hozir opa. Tezda sakraymiz, qani ketdi. 1 2 qani 3. Yo'q, bu yerdan sakramaydi. Qani 4. Qani yetaman bu yerga. Juda ham qiyin-u. 1 2 qani 3. Bu yerga yana bir marta harakat qilib ko'ramiz. Qani ketdik. Necha qoldi? Yo'q. Voy. Qani sakrash mumkin bu yoqqa? Bu yoqqa chiqib oldik mana. Yo'q, bu yoqdan ham sakrasa bo'lmaydi ekan. Endi yana bir marta harakat qilib ko'ramiz, boshqa joydan chiqamiz. Menimcha bu yoqqa sakrash kerak. Qani opa. Voy. Yana bir marta. Lekin точно shu yoqqa sakrash kerak. Qani orqaga 1 2 3. Mana bir amallab juda ham ko'p marta sakrab harakat qilib o'tdim va bu yoqqa yaxshi. Opa. Endi qayerga? Menimcha pastga. Opa. Yo'q, shuncha sakraganman. Yana o'tib oldim. Qani olg'a. Opa. Endi qani sakraymiz. Opa. Yana bu yog'i oson menimcha. Bu yoqqa sakraymiz ekan. Yo'q, bu yerga tepaga chiqsa bo'lmaydi, yo'q. Yo'l yo'q. Endi bu yoqqa. Opa, yaxshi. Mana hayot tugayapti. Qani bu yoqqa sakrab olmaydi. Yo'q. Yo'l yo'q. Qani 1 2 3. Bu leveldan o'tdik. Endi asal. Opa. Endi sakraymiz bu yoqqa. Men buni bilaman. Asalda sakrasa o'tsa bo'ladi. Nimagadir tushib ketdim. Hozir bir daqiqa. Ana endi yaxshi bo'ldi. Ketdik. Va sakraymiz. O'tsa bo'ladigan.
O'tamiz. Qani? Opa! Aytdim-ku, u yerdan o'tsa bo'ladi deb. Chiqamiz. Ham 100% shu yerga. Chiqib oldik. Endi o'tamiz. Opa! Mana harakat qilib ko'ramiz bu yerga. Yo'q, bu asaldan chiqmash kerak ekan. Voy. Qani? Yana bir marta urilib ko'ramiz. Yana bir marta chiqib ko'ramiz. Qani? Bir ko'ryapman. Qanday o'tsa bo'ladi? Voy, nimaga chiqsa bo'lmayapti? Qani? Ketdik yana. Sakraymiz. Sakra. Ha, ana yana bo'ldi. Endi bu yoqqa chiqamiz va bu blokka chiqib turib, endi nariga yoqqa sakraymiz. Ketdi. Opa! Yaxshi. Orqaroqqa sakra. Op, yaxshi. Endi bu yoqdan qanaqa sakraymiz? Ikkita to'siq turibdi. Bu yerdan o'tish. Yo'q! Shuncha qilganim. Bir amallab keldim shu yoqqa, juda ham ko'p vaqt ketdi. Endi sakraymiz. Endi qayoqqa sakrash kerak? Qayoqqa? Yo'q, sakrab olmaydi bu yoqqa. Bu yoqqa sakrab olmaydi. Pastga tushamiz. Menimcha pastga tushamiz. Bu yoqda yo'l bor ekan. Sakraymiz. Sakramasdan ham o'tsa bo'lar ekan. Endi bu yoqqami? To'siq bor. Ha. Bu yoqda yo'q ekan. O'tib olamiz. Qani? Sakrasa bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Qani? 1 qarayapman. 1 2 3 yo'q. Shuncha qilganim. Yana o'tib oldim shu yoqqa. Endi sakraymiz. Endi qayoqqa? Ha, bu yoqqa. 1 2 3. Opa, voy. Mana bir marta yana sakrab ko'ramiz. Yana o'tib oldim. Qancha vaqt ketganini hozir videoga olsam, bu video kamida 2 soat bo'lib ketadi. Shuning uchun men bu videoni pauzalar bilan olyapman. Sakraymiz. Tushamiz. Endi bu asalga yana bir marta urinish, asalga yopishib olish kerak. Yo'q. Yana bir marta urinish va men undan o'tib oldim va unga o'tishda videoga olish esdan chiqib qolibdi. Videoni yoqish esdan chiqib qolibdi. Endi bu muzli yo'lga o'tdik. Bu muzli yo'lda qiyinroq ekan. Qani, ketdik. Opa, birinchi urinishdayoq birinchisiga sakradik. Yaxshi. Opa, yaxshi. Qani, chiqamiz. Menimcha bu yoqqa sakrasak kerak. Sakraymiz. Yaxshi. Bu yoqqa. Yo'q. O'ta olmadik, lekin uzoqqa bordik. Yana bir marta urinib ko'ramiz. Bu safar osonroq o'tsa kerak. Sakraymiz. Bu yoqqa. Ha, yaxshi. Sakraymiz. O'tamiz va bu yoq osonroq. Opa. Endi yana bir marta harakat qilib ko'ramiz. Yo'q. Men bu yoqqacha kelib oldim. O'tamiz. Bu yoqdan sakrasak kerak. Qani, ketdik. Yaxshi. Birinchi urinish. Yo'q, bu yerdan o'tamiz. Endi u yoqqa sakrash kerakmi? Qanday? Qani, urib ko'ramiz. Yo'q. Men nimadir qilib yana shu yoqqa kelib oldim. Yana bir marta u tarafga o'tyapman. Qani, yaxshi. Yo'q. Nima? O'ta olmadim. Nimadir qilib bir 15 minutcha sakrab o'tdim. Va nihoyat endi bu yoqqa sakrash kerak ekan. Ketdik.
Yaxshi. Yaxshi. Endi bu yoqqami? Qani? Yo'q. Yo'q. Nima? Sakra olmadim. Yana bir marta ikkinchi dubl. Opa, yaxshi. Sakrab o'tdik. Endi esa bu yoqqa yo'q chiqarmayapman. Shunda to'g'ridan to'g'ri bu yoqqa sakrash kerak. Sakraymiz. Yo'q. O'tib oldik bu yoqqa. Bir amallab o'tdim. Agar buni videoni pauza qilmaganimda, bu video aytganimdek 2-3 soatga cho'zilib ketgan bo'lardi. Bu videoni men pauzalar qilib olyapman. Shuning uchun like bosinglar, obuna bo'linglar. Sakraymiz. Sakraymiz. Bu yoqqa qani ketdik. Opa, yaxshi. Endi esa opa, yaxshi. Endi g'or. Bu ham sal qiyinroq o'xshayapti. Taxminan u yerga. To'g'ri. Endi esa qayerga? Bu yerga bo'lsa kerak. Sakraymiz. Yaxshi. Endi bu uzunchoq chiqib turgan joyga. Opa, yaxshi. Endi menimcha qayerga? Bu yergami? Bu tuzoq edi. Nima deymiz? Endi bu yoqqa o'ta olmaymiz. Balki o'ta olarmiz. Yo'q. Xato. 100% xato. Yana bir marta ikkinchi dubl. Opa, yaxshi. Endi bu yoqqa o'tmaymiz. Opa, yaxshi. Endi sakrab ko'ramiz. Yaxshi. Bu yerda yo'l bormi? Bu ham tuzoq. Yoki chiqsak, yo'q, chiqsak bo'lmaydi. Qani, ketdik. Yaxshi. Birinchi urinish. Surlamiz. Sakraymiz. Yaxshi. Sakraymiz. Endi esa bu yoqqa sakraymiz. Menimcha bu joyga tushishimiz kerak. Va bu javob to'g'ri. Hozir men IQ'imni 100% ishlataman. Sakraymiz. Va olovdan tezroq qutulish uchun ko'proq o'tirib turish yoki yugurish kerak. O'tirib turamiz. Mana. Biz olovdan qutuldik. Sakraymiz. Bu yoqqa o'tsa bo'lmaydi. 100% bu yoqqa. Opa, yo'q. Voy. O'tib oldim bu yoqqa. Juda ham ko'p cho'zilib ketdi bu yoqqa o'tish. Va videoni yoqish vaqti ham yanami? Bu yoqqa ham juda ko'p vaqt o'tdim. Endi biz menimcha pastga tushamiz. Boshqa yo'l yo'qmi? Yo'q, boshqa yo'l yo'q ekan. Endi rostdan pastga tushamiz. Opa, yaxshi. Endi bu yoqqa o'tib bo'lmaydi. Sakraymiz. Yaxshi. Endi to'g'ridan to'g'ri. Qani, bu yoqqa chiqib sakrasa bo'ladimi? Yo'q. Sakrasa bo'ladi ekan. Yaxshi. Va nihoyat o'tdik. Qani, opa, sakraymiz. Ishqilib to'g'ri joylashtirilgan bu yer. Sakraymiz. Yo'q. Yana bir marta. Qani, olg'a. Yo'q. Qani, ketdik. Nima bo'lyapti bu yo'lda? Hech qanday o'tib bo'lmayapti. Yana bir marta. Nima bu? Qani, yana oxirgi urinish. Qani, yana bir marta. Qanday o'tsa bo'ladi bu yerdan?
Qanday o'tsa bo'ladi? Bu yoqqa ham bir marta sakrab ko'ramiz. Umuman bo'lmayapti. Xullas 15 daqiqaga cho'zilib ketdi, 15 minutga cho'zilib ketdi video. Shuning uchun xayr do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi qismi 15 ta layk, 10 ta laykdan so'ng chiqadi. Agar sizlar layk bossanglar, keyingi video chiqadi.